Men bugun sizlarga mening maktabim taqdimotini ko'rsatib bermoqchiman. Maktab bu orzularimiz qanot bo'ladigan joy. Mening maktabim shinam, zamonaviy va qulay. Bu yerda har bir o'quvchi uchun qulay sharoit yaratilgan. O'qituvchilarimiz bilimli va mehribon. Xonamizda juda ko'p kitoblar mavjud. Bu yerda darslarga tayyorlanib, badiiy kitoblar o'qib bilimimni kengaytiraman. Maktabimizdagi sinfxonalar zamonaviy jihozlangan. Har bir fan uchun alohida xonalar bor. Bu bizni yanada ruhlantiradi. Men 5-A sinf o'quvchisiman. Sinfdoshlarim mehribon, jiz va bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Sinf rahbarim darslarni qiziqarli usullarda o'tadi. Sport zalimizda turli mashqlar qilamiz. Sport sog'lom bo'lishimizga va quvvat bo'lishimizga yordam beradi. To'garagiga qatnashaman. U menga ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. To'garaklar vaqtimizni mazmunli o'tkazadi. Hovlisida chiroyli gullar va daraxtlar bor. Bu yerda biz tanaffuslarda dam olib kayfiyatimizni ko'taramiz. Men maktabimni yaxshi ko'raman, chunki bu yerda bilim olaman, do'stlar orttiraman va yangi imkoniyatlarga ega bo'laman. Mening maktabim loyihasida ishtirok etmoqdaman. Mening loyiham sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat. Maktab hayotimizdagi eng muhim bosqich. Biz shu yerda tarbiyalanamiz, o'rganamiz va mustahkam poydevor qo'yamiz.